nuqsida advokat o'rtoqlarini yo'llataman. Mana aybim yomon odamlar bilan bog'lanib qolgan. Mana 400 ming so'mlik narsaga qamab qo'yishdi. Necha oylar o'tdi, bilasizlarmi, oson emas. Real Sanjik nomi bilan tanilgan avtobloger va tadbirkor Sanjar Karimovga oid jinoyat ishi bo'yicha apellyatsiya instansiyasida taraflar muzokarasi yakunlandi. Unda himoya tomoni, prokuror, jabrlanuvchilar tomoni va sudlanuvchi nutq qildi. Sud muzokarasida Sanjar Karimovning advokatlaridan birining ta'kidlashicha, himoya tomoni Jinoyat kodeksining 112 va 168-moddalari bo'yicha Karimovni aybsiz deb hisoblaydi. 273-modda bo'yicha esa ishdagi dalillar va tergov jarayonidagi protsessual masalalarga e'tibor qaratilib, qilmishni 276-modda bilan qayta kvalifikatsiya qilish so'raldi. Advokatning fikricha, ishdagi ayrim dalillar Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq olinmagan va birinchi instansiya sudi ularga tegishli huquqiy baho bermagan. Shu sababli u 2 epizod bo'yicha oqlov, 3-epizod bo'yicha esa qayta kvalifikatsiya va jazoni o'zgartirishni so'radi. Davlat ayblovchisi esa himoya pozitsiyasiga qo'shilmadi. Prokurorning fikricha, Sanjar Karimovga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A banda, 112-moddasi 1-qismi va 273-moddasi 2-qismi bo'yicha qo'yilgan ayblovlar birinchi instansiya tomonidan to'g'ri kvalifikatsiya qilingan. U ayb jabrlanuvchilar va guvohlarning ko'rsatmalari, ekspertiza xulosalari hamda sudda tekshirilgan boshqa dalillar bilan tasdiqlanganini bildirdi. Jinoyat kodeksining 168-moddasi bo'yicha prokuror uy oldi sotisi bilan bog'liq holatlarga e'tibor qaratdi. Uning aytishicha, Karimov uy egasi Olimboyeva bilan emas, Rismatov bilan kelishgan. Pul ham Rismatovga berilgan. Prokuror buni uy egalaridan yashirilgan kelishuv sifatida baholadi. 112-modda bo'yicha esa ishdagi audio yozuv ekspertiza orqali Sanjar Karimovga tegishli ekani aniqlangani va jabrlanuvchi o'z ko'rsatmalarida undan qo'rqqani haqida ma'lum qilganiga urg'u berildi. 273-modda bo'yicha prokuror tintuv sud ruxsati bilan o'tkazilganini, tintuv vaqtida xolislar va advokat ishtirok etganini aytdi. Shuningdek, palto ichidan aniqlangan moddalarga Karimovning DNK izlari topilgani haqidagi ekspertiza xulosasiga e'tibor qaratdi. Prokurorning qayd etishicha, Karimov giyohvandlikdan majburiy davolanishga muhtoj emasligi aniqlangan. Biroq ayblov sotish emas, balki giyohvandlik vositasini o'tkazish maqsadida saqlash bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Shu bilan birga prokuror birinchi instansiya hukmining tafsil qismida giyohvandlik moddalarining turi va miqdori ko'rsatilmaganini qayd etdi. Unga ko'ra, bu ma'lumotlar ekspertiza davomida aniqlangan. Prokuror hukmni o'zgarishsiz qoldirishni, faqat hukmning tafsil qismida moddalar turi va miqdorini ko'rsatishni so'radi. Uy bilan bog'liq epizod bo'yicha jabrlanuvchi Olimboyevaning advokati oldi-sotdi shartnomasi rasmiy imzolanganini o'zi yetarli emasligini ta'kidladi. Uning fikricha, asosiy masala shartnoma tomonlarning haqiqiy irodasini aks ettirgan yoki aks ettirmaganda. Advokat sudda Sanjar Karimov jabrlanuvchining uyini ko'rmagani, uy qiymati baholanmagani va shartnomada uyning haqiqiy qiymati ko'rsatilmaganiga e'tibor qaratdi. Shuningdek, uning aytishicha, Rismatov uy egasi nomidan pul olish vakolatiga ega bo'lmagan. Pul Karimov tomonidan Rismatovga berilgan. Mulk egasi esa ushbu mablag'ni olmagan. Ishdagi audio yozuvlar ham tomonlarning asl kelishuvi uy sotish emas, vaqtinchalik garov bo'lganini ko'rsatadi, degan pozitsiya bildirildi. Advokat birinchi instansiya sudining 168-modda bo'yicha bergan huquqiy bahosini to'g'ri deb hisoblashini aytib, shu bilan birga jabrlanuvchining Karimovga nisbatan da'vosi yo'qligini inobatga olib, unga nisbatan yengilroq jazo tayinlashni so'radi. Muzokaralarning eng e'tiborli qismlaridan biri jabrlanuvchi Olimboyevaning nutqi bo'ldi. U voqealarga 2 yil bo'lganini, shu vaqt davomida oilasi bilan tahdid, tuhmat va qo'rquvni boshdan kechirganini aytdi. Biroq uyining o'ziga qaytarilganini, shu sababli Karimovga nisbatan da'vosi yo'qligini bildirdi.
Sanjar Karimovning ham oilasi bor, bola chaqasi bor deya u suddan Karimovni kechirishni so'radi. Jabrlanuvchi uning o'z oilasiga qaytib, hayotini yangidan boshlashini istashini aytdi. Uning fikricha yuz bergan voqealar barcha tomonlar uchun saboq bo'lgan. Jabrlanuvchi Rahmatullayevaning advokati esa uning Jinoyat kodeksining 112-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilgani va 8,5 million so'm jarima tayinlanganiga to'xtaldi. Himoyachi Rahmatullayeva farzandi uchun xavotirda bo'lganini, tahdidlar sabab uydan chiqib ketib vaqtincha boshqa joyda yashaganini aytdi. U tergov jarayonida ayrim murojaatlarga yetarli baho berilmagan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Advokat suddan ishdagi barcha dalillarning maqbulligiga Oliy sud plenumining tegishli qarorlaridan kelib chiqib huquqiy baho berishni so'radi va hukmni o'zgartirish yoki o'zgartirmaslik masalasini sudga havola qilishini aytdi. Muzokaralarning yakunida Sanjar Karimov o'z nutqida birinchi navbatda uyni egalariga qaytarganini ta'kidladi. Karimovning aytishicha, u uyni qaytarish haqida sudgacha ham va'da bergan va bu va'dasini bajargan. Karimov o'zini ayblovlardan oqlash uchun ishdagi hujjatlar va ko'rsatmalarga e'tibor qaratdi. Uning talqiniga ko'ra, u notariusga uy egalarini ilgari ko'rmagan holda borgan va o'zini pul beruvchi, kreditor sifatida ko'rgan. U Rismatov unga uyning amakisiga tegishli ekanini aytganini, Rismatov esa tadbirkorlik faoliyati uchun pul olishi kerak bo'lganini ta'kidladi. Karimov shuningdek ishdagi dastlabki ko'rsatmalarga e'tibor qaratib, jabrlanuvchi tomon Rismatovning tadbirkorlik uchun pul olayotganini bilganini ko'rsatishga urindi. Unga ko'ra, tomonlar o'rtasidagi asosiy kelishuv ham Rismatovning pul olishi bilan bog'liq bo'lgan. Karimov o'z nutqida o'zini jabrlanuvchilar bilan sherik bo'lgan shaxs emas, balki Rismatovga pul bergan kreditor sifatida ko'rsatdi. U suddan o'zining aybsizligini inobatga olishni so'radi. Nutqining yakunida Sanjar Karimov sud jarayoni uning uchun nihoyatda og'ir kechayotganini aytdi. Men uchun esa bu ertangi kunim, haftalarim, oylarim hal bo'ladigan kun. Shuning uchun men biroz asabiylashyapman, dedi u sudda. Sudya Karimovga yozma nutqini taqdim etish imkonini berdi. Unga qo'shimcha hujjatlarni juma kuni soat 16:00 gacha taqdim etish muddati belgilandi. Shu tariqa Sanjar Karimovga oid jinoyat ishining apellyatsiya instansiyasidagi taraflar muzokarasi yakunlandi. Keyingi sud majlisida sudlanuvchi Sanjar Karimovga so'nggi so'z beriladi. Sud yakunlangach, Sanjar Karimovga mikrofon tutdik. 9 advokat o'rtoqlarimga yo'lladi. 9 advokat mana bugun eshitdinglar, qanchalik protsessual harakatlar noto'g'ri bo'lganligi haqida aytib o'tdi. Aytdiki, konstitutsiyaviy huquqim buzilganligi haqida ta'kidlab o'tdi. Nizolik uyi qaytarib berganligim haqida o'zingizlar hammani amini bor. Mana aybim yomon odamlar bilan bog'lanib qolganim. Ammo o'ylaymanki, men tarafga adolatli hukm chiqadi deb, chunki hozirgi kunda prezidentimiz olib borayotgan odilona sudlar, odilona barcha harakatlar bo'lishini xohlashlari, o'ylaymanki, bu narsa men tomonga ham chiqadigan hukm odilona bo'lishiga, chunki qaror bor, prezidentimiz gaplari bor, qonun ustuvor. Shu gapga faqat tayanib qolaman. Qonun ustuvor va adolatli hukm chiqishiga. Endi mana hozir siz advokatlaringiz umuman sizga qo'yilgan 3 ta modda bo'yicha sizni oqlashga umuman harakat qilishyapti-da. Siz qaysi moddani eng nohaq deb hisoblaysiz? Qaysi biri eng o'sha sizga nisbatan qo'yilayotgan moddalarning qaysi biri umuman siz tan olmaysiz o'sha narsani? Mana 400 ming so'mlik narsaga qamab qo'yishdi. 400 ming so'mlik narsa. Men o'ylaymanki, hech kim ishonmaydi men. Qanaqadir giyohvand moddani milligram даже kelgusida kimdirga sotishimmi yoki kimdirga tarqatishimmi. Men shu tarafda o'ylaymanki, shu joyga adolat bo'lishini tilab qolaman. Chunki mazkur delada na yozishma, na qanaqadir qadoq, na tarozi, qanaqadir suiqasdga xatti harakatlar yoki ushbu moddaga bir zanjir qilib ulashga ham biron bir dalil yo'qda. Ammo birinchi instansiya
kelgusi taxmin bilan kelgusida o'tkazish uchun deb aytib o'tdi. Shu barcha shu rahbariyat tomonidan ko'rayotganlardan ham so'rab qolardimki, menga odilona hukm mani oila bag'rimga qaytarishni so'rab tilab qolaman. Chunki mana necha oylar o'tdi, bilasizlarmi, oson emas.